Osiyodagi eng uzun daryo qaysi? Sirdaryo. To'g'ri, siz ko'tarasiz. Balandroq, ana shunday. Fizika fanida tok so'zi qanday ma'noni anglatadi? Oqim. To'g'ri. Teng aytdilaring. Tuydorlar sulolasi qaysi davlatda hukmronlik qilgan? Germaniya. Yo'q, Angliya. Angliya, to'g'ri. Bularga. Yana balandroq, sal balandroq. Aha, bo'ldi. Yer yuzidan ko'tarilgan suv bug'lari kondensatsiyalanishi natijasida qanday hodisa yuz beradi? Yomg'ir yog'adi, to'g'ri, siz ko'taring. Balandroq, ana shunday. Dunyo tarixidagi qaysi davlat osmon ostidagi imperiya deb ta'riflangan? Qaysi? Yordam beraverasizmi? Xitoydan ketadigan davlat. Xitoy. Xitoy, to'g'ri. Siz ko'rish qobiliyati organizmda qaysi vitamin yetishmasligi sabab buzilishi mumkin? B vitamin. A vitamini, to'g'ri. Bular. Qaysi materik o'rtasidan janubiy tropik chiziq o'tgan? Janubiy Avstraliya. To'g'ri, siz ko'tarasiz. Yurtimizda mayiz yetishtirish bo'yicha qaysi viloyat yetakchisi hisoblanadi? Samarqand. Bo'ldi, o'yin tugadi, rahmat.